Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank ATB Safarov filial hamkorligida Jizzax viloyati Safarobod tumanining Birlik qishloq fuqarolar yig'ini 253-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda 10 gektar qovun mahsuloti ekilgan bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kundagi ekin holati ekinlar unib yetilgan bo'lib, bozor rastalariga sotilmoqda. Har bir gektardan 40 tonnadan hosil olinmoqda. Ushbu loyihada 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaliklariga 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Didiyo qishloq xo'jalik kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har 1 gektardan 40 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini oshirib borish rejalashtirilgan.